aka. Birinchi o'zingizni tanishtirsangiz, bu kompaniyada necha yildan beri ishlaysiz va nima ish bilan shug'ullanasiz? Meni ismim Suleymonov Javlonbek. 1987-yilman. Shu yaqin 1,5 yildan beri shu yerda ishlayman. 1,5 yil. Shu firmada. Ish faoliyatingiz nima bilan shug'ullanasiz? Ish faoliyatimiz shu qurilish, apparatga qilamiz, beton qo'yamiz. Hamma ishni qilamiz. Xo'p, Javlon aka, 1,5 yildan beri shu kompaniyada ishlayotgansiz. Nima sizni ushlab qoldi bu kompaniyada? Bu kompaniyada endi oylik maoshlari o'z vaqtida berilyapti. Oziq-ovqatlarimiz yaxshi, yotoqxonalar joyida. Xo'jayinlarimiz yaxshi, zo'r. Shuning uchun shu yerda rahbarlarimiz yaxshiligi uchun shu yerda ishlayapmiz. Javlon aka, nima uchun aynan Ukaset kompaniyasini tanlaganingizni yoki mana shu kompaniyaga kelish tarixingizni aytib bera olasizmi? Endi kompaniyaga kelish taraflarimizni aytadigan bo'lsam, shu oyliklari yaxshi degani uchun, o'z vaqti berilyapti degani uchun, sharoitlari yaxshi degani uchun kelganmiz. Ha, eshitib kelgansiz. Eshitib kelganmiz. Aslida ham lekin shunaqa ekan. Tushunarli. Hamma joy narsasi o'z vaqtida berilyapti. Yaxshiligi uchun shu yerda ishlayapmiz-da. Albatta, rahmat. Xo'p, Javlon aka, bu kompaniyada quruvchilarga nisbatan sharoitlar qanaqa? Jamoaviy munosabat qanaqa sizlarda? Jamoaviy munosabatni oladigan bo'lsak, hamma yaxshi, zo'r. Hamkasblarimiz bilan muomalamiz yaxshi, zo'r. Sharoitlarimiz, aytib o'tganimdek, hammasi o'z vaqtida-da, ovqatlari shirin, zo'r bo'lyapti. 3 mahal ovqat berishyapti. Yotoqlaring yaxshi. Yotoqlarimiz issiqqina, zo'r. Sovuqda sovqatib qolganimiz yo'q. Yaxshi. Xo'p, Javlon aka, oxirgi savolim. Shu ishlash mobaynida eng esda qolarli voqeangiz bo'lganmi sizda? Birorta? Esda qolarli voqeamiz bo'lib turadi. Misol uchun birortasini aytib bera olasizmi? Kulgilimi, qiziqarlimi yoki qandaydir taassurot ko'rsatgan sizda? Hali albatta zo'r voqea bo'ldi, uni aytib bo'lmaydi uni. UK Asset. Mustahkam va ishonchli uylar.